Nima bo'ldi? 6 marta. 6 marta gapim bo'lib qo'ydi speakingda. Gapirishni ham qo'ymaydi. 200 do'l havo ketdi endi. Uxladi. Nima qilaman endi? 6 marta. Men 10 marta to'xtatgan ekzaminator. Nima? 10 marta? 10 marta. Nimaga to'xtatadi? Qara, yaxshilab eshitib ol. Speaking paytida ekzaminator seni gapingni bo'lib to'xtatishi bu oddiy holat. Bunga ikkita asosiy sabab bor. Birinchisi, agar off topic ketib qolgan bo'lsang, ikkinchisi, ekzaminator javobingdan qoniqqan bo'lsa. Bo'ldi. O'shaning uchun ekanda. Siz bilan bitta strategiyani bo'lishaman. Agar shu strategiyaga amal qiladigan bo'lsangiz, ekzaminator sizni to'xtatadimi, to'xtatmaydimi, ishingiz bo'lmasin. Part 1 da ikkita uchta gap yetarli. Part 3 da esa qancha ko'p gapirsangiz, shuncha yaxshi. Agar part 3 ga savol qiyin bo'lsa va siz uzoq gapira olishingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, ikkita uchta gapni qisqa qilib tugatib qo'ying. Agar ma'noli va uzoq gapira olgan bo'lsangiz, unda ekzaminator to'xtatmaguncha gapiravering bemalol. Aytgancha, sen kanalimga obuna bo'lganmisan o'zi? Voy, yo'q hali. Haliyammi? Tez obuna bo'lib qo'y. Rakam bosib qo'y. O'shani speakingga yiqilmaysan keyin.